Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni muhokama qilaman. SSRE davrida ta'lim olgan, diplom, texnikum, institut yoki oliy o'quv yurtini o'sha yillarda tugatgan pensionerlarni qanday syurpriz kutishi mumkin? Bu mavzu bevosita pensiya miqdori, ish staji, hujjatlarni qayta tekshirish va ayrim hollarda qo'shimcha to'lov olish imkoniyati bilan bog'liq. Shuning uchun bu ma'lumot har bir pensionerning farzandlari va yaqinlari uchun juda zarur. Men sizga masalani oddiy tilda tushuntiraman. Ilgari qanday bo'lgan, hozir nimalar o'zgargan, kimlar e'tiborli bo'lishi kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi va eng muhimi, pensiya bo'yicha adashmaslik uchun nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta e'tiborsiz qolgan hujjat ba'zan odamning pensiyasiga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men aynan oddiy odamlar tushunadigan tilda pensiya, nafaqa va ijtimoiy masalalarni tushuntirib boraman. SSR davrida juda ko'p odamlar maktabdan keyin texnikumda, bilim yurtida, institutda, universitetda, kasb-hunar, o'quv muassasalarida tahsil olgan. O'sha paytda ta'lim tizimi hozirgidan farq qilgan. Masalan, kimdir kunduzgi bo'limda o'qigan, kimdir sirtqi bo'limda o'qigan, kimdir ishlab turib o'qigan, kimdir esa stipendiya olib, keyin majburiy taqsimot orqali korxonaga ishga yuborilgan. Hozir pensiya masalasida aynan shu davr hujjatlari qayta ko'rib chiqilganda, ayrim pensionerlar o'zlari kutmagan holatga duch kelishi mumkin. Avval ko'p odamlar pensiyaga chiqayotganda faqat mehnat daftarchasidagi yozuvlarga tayanardi. Mehnat daftarchasida qaysi korxonada qachondan qachongacha ishlagani yozilgan bo'lsa, shu asos qilib olinardi. Lekin ta'lim davri, harbiy xizmat, bolaga qarash davri, ayrim maxsus imtiyozli davrlar ko'pincha alohida hujjat talab qilardi. Ko'pchilik esa buni bilmagan. Natijada odam pensiyaga chiqqan. Lekin uning ayrim yillari to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Hozir esa raqamlashtirish, arxiv hujjatlarini tekshirish, pensiya hisob-kitoblarini aniqlashtirish jarayoni kuchaygani sababli eski hujjatlarga nisbatan e'tibor oshmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, SSR davridagi diplom, ma'lumotnoma, buyruq nusxasi, arxivdan olingan tasdiq, o'qishga kirgan va o'qishni tugatgan sanalar ba'zan pensioner foydasiga ishlashi mumkin. Lekin ba'zan aksincha, hujjatlar mos kelmasa yoki sanalarda tafovut bo'lsa, savollar tug'ilishi ham mumkin. Men bu yerda vahima qilish kerak demayman. Aksincha, men har bir pensionerga o'z hujjatlarini tartibga solishni maslahat beraman. Chunki pensiya masalasida eng katta muammo ko'pincha qonunni bilmaslikdan emas, hujjatning yo'qligidan kelib chiqadi. Odam haqiqatda o'qigan, haqiqatda ishlagan, lekin tasdiqlovchi hujjat topilmasa, pensiya organi buni avtomatik qabul qila olmaydi. Davlat idorasi og'zaki gapga emas, hujjatga qaraydi. Birinchi navbatda SSRE davrida kunduzgi ta'lim olgan pensionerlar o'z hujjatlariga e'tibor berish kerak. Masalan, siz 1975 yilda texnikumga kirgansiz, 1979 yilda tugatgansiz. Keyin 1979 yilning sentabr oyidan zavodga ishga kirgansiz. Mehnat daftarchangizda faqat 1979 yildan boshlab ish staji yozilgan bo'lishi mumkin. Lekin siz o'qigan davr ayrim holatlarda umumiy mehnat faoliyati yoki pensiya hisobida alohida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Buning uchun diplomning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Ba'zan o'quv muassasasidan yoki arxivdan kunduzgi bo'limda o'qiganingiz haqida ma'lumotnoma talab qilinadi. Ikkinchi toifa, institut yoki texnikumni tugatgandan keyin yo'llanma bilan ishga yuborilganlar. SSRE davrida ko'plab mutaxassislar diplom olgach, taqsimot orqali ma'lum korxonaga, maktabga, shifoxonaga, kolxozga yoki zavodga yuborilgan. Masalan, bir ayol 1972 yilda pedagogika institutini tugatgan. Keyin tuman maktabiga o'qituvchi bo'lib yuborilgan. U 3 yildan ortiq ishlagan, pensiyaga chiqqan. Agar uning o'qish davri, ishga yuborilgan buyruqlari va ish boshlagan sanalari bir-biriga bog'liq holda tasdiqlansa, ayrim hisob-kitoblarda aniqlik kiritish imkoniyati paydo bo'ladi. Uchinchi toifa, sirtqi yoki kechki bo'limda o'qiganlar. Bu yerda vaziyat boshqacharoq. Agar odam ishlab turib sirtqi bo'limda o'qigan bo'lsa, asosiy staj odatda ish joyi orqali yuradi. Masalan, erkak kishi 1978 yildan zavodda ishlagan, 1980 yildan 1985 yilgacha sirtqi institutda o'qigan. Bunday holatda o'qish davri alohida staj sifatida 2 marta qo'shilmaydi. Chunki u davrda odam allaqachon ishlagan. Lekin diplom va malaka oshishi keyingi lavozim, oylik
ish haqi hisob kitoblariga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Agar pensiya hisobida o'sha davrdagi ish haqi noto'g'ri olingan bo'lsa, arxivdan maosh haqida ma'lumotnoma olish muhim bo'ladi. 4-toifa hujjatlari yo'qolgan pensionerlar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamda diplom bor, lekin ilovasi yo'q. Yoki mehnat daftarchasida yozuvi bor, lekin muhr xira. Yoki o'qigan o'quv yurti hozir boshqa boshqa shaharda, hatto tugatilgan. Bunday holatda odamlar ko'pincha endi hech narsa qilib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Ko'p eski o'quv muassasalarining hujjatlari davlat arxivlariga topshirilgan bo'ladi. Agar institut yopilgan bo'lsa ham, uning arxivi qayergadir topshirilgan bo'lishi kerak. Masala shundaki, siz to'g'ri joyga yozma murojaat qilishingiz kerak. Keling, oddiy misollar bilan tushuntiraman. Bir pensioner ayol 1939 yilda tibbiyot bilim yurtiga kirgan, 1972 yilda tugatgan. Keyin hamshira bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqanda faqat 1972 yildan keyingi ish davri hisobga olingan. Oradan yillar o'tib, farzandlari uning hujjatlarini ko'rib, diplom va eski suratlar orasidan o'quv daftarchasini topishadi. Keyin arxivga murojaat qilib, u haqiqatan ham kunduzgi bo'limda o'qigani tasdiqlovchi ma'lumotnoma olishadi. Agar qonuniy asos bo'lsa va pensiya organi bu davrni hisobga olish mumkin deb topsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu har doim katta summa degani emas, lekin ba'zan o'yiga bir necha 10 ming yoki 100 ming so'mlik farq ham uzoq muddatda katta ahamiyatga ega. Yana bir misol. Bir erkak 1974 yilda kasb-hunar bilim yurtini tugatgan. Keyin zavodga ishga kirgan. Mehnat daftarchasi zavoddagi ish 1975 yil yanvardan boshlangan. Ammo arxiv hujjatida u 1974 yil sentabrdan ishlab chiqarish amaliyotida bo'lgani va korxona hisobidan stipendiya olgani ko'rsatilgan. Bu yerda juda nozik masala bor. Har qanday amaliyot avtomatik ravishda ish staji bo'lavermaydi. Agar u davrda mehnat shartnomasi, ish haqi, buyruq, shtatga qabul qilish holati bo'lgan bo'lsa, boshqa gap. Agar bu faqat o'quv amaliyoti bo'lsa, boshqa gap. Shuning uchun men doim aytaman, hujjatning nomi emas, uning mazmuni muhim. Kimlar xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqayotganda barcha hujjatlaringizni to'liq topshirgan bo'lsangiz, pensiya organi sizga yozma javob bergan bo'lsa, staj va ish haqi davrlari to'g'ri kiritilgan bo'lsa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir shaxsiy papkangizni tekshirish foydali. Chunki ko'pincha odam pensiya tayinlangan paytda hammasi joyida deb o'ylaydi, lekin qaysi yillar hisobga olinganini aniq bilmaydi. Men har bir pensionerga o'z pensiya hisobida qaysi davrlar olinganini, qaysi ish haqi yillar asos qilinganini va qaysi hujjatlar papkada turganini bilib qo'yishni tavsiya qilaman. Bu masalada eng katta xato shuki, odamlar men o'qiganman, demak pensiyam oshadi deb o'ylaydi. Yo'q, har bir o'qish davri avtomatik ravishda pensiyaga qo'shilmaydi. Qaysi davr, qaysi ta'lim shakli, qaysi qonun davrida qanday hujjat bilan tasdiqlangani juda muhim. Kunduzgi ta'lim, sirtqi ta'lim, kechki ta'lim, ishlab chiqarish amaliyoti, kurs, malaka oshirish, qayta tayyorlash, bularning har biri alohida baholanadi. Masalan, qisqa muddatli kurslar bor. Kimdir 3 oy traktorchi kursida o'qigan, kimdir 6 oy buxgalterlik kursida, kimdir 2 yil hunar o'rgangan. Bunday kurslar ba'zan ishga joylashish uchun asos bo'lgan. Lekin har doim ham pensiya staji sifatida qabul qilinavermaydi. Agar kurs davomida odam korxonada ishchi sifatida rasmiylashtirilgan bo'lsa, bu boshqa masala. Agar u faqat o'quvchi sifatida ro'yxatda turgan bo'lsa, pensiya organi qo'shimcha tasdiq talab qilishi mumkin. Yana bir muhim nuansa hujjatlardagi ism familiya farqi. SSR davrida ko'plab hujjatlar rus tilida yozilgan. Masalan, pasportda Gulchehra bo'lsa, diplomda Gulchara deb yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki familiya turmushga chiqqandan keyin o'zgargan. Bu ayniqsa ayollar uchun juda dolzarb. Agar diplom qizi familiyada, hozirgi pasport esa turmushdagi familiyada bo'lsa, nikoh guvohnomasi kerak bo'ladi. Agar bir nechta nikoh bo'lgan bo'lsa yoki familiya bir necha marta o'zgargan bo'lsa, barcha bog'lovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Aks holda pensiya organi bu diplom aynan sizniki ekanini tasdiqlashda qiynaladi. Yana bitta nozik tomoni o'qish sanalarining aniq bo'lishi. Diplomda faqat tugatgan yil yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, 1900 yilda tugatdi deb yozilgan. Lekin pensiya hisobida oy va kun ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun arxiv ma'lumotnomasida 1977 yil 1 sentabrda o'qishga qabul qilingan, 1991 yil 30 iyunda tugatgan kabi aniq sanalar ko'rsatilgani yaxshi.
Qanchalik aniq bo'lsa, shunchalik kam savol tug'iladi. Ba'zan odamda diplom bor, lekin o'qishni tugatmagan. Masalan, o'tgan yil institutda o'qigan. Keyin oilaviy sabab bilan ketgan. Bunday holatda diplom bo'lmaydi. Lekin o'qigan davrni tasdiqlovchi akademik ma'lumotnoma yoki arxivdan chiqarilgan buyruq bo'lishi mumkin. Bu davrning pensiya hisobida inobatga olinishi yoki olinmasligi amaldagi tartib va hujjat mazmuniga bog'liq. Shuning uchun bunday holatlarda baribir foydasi yo'q deb chetga surib qo'ymaslik kerak. Avval hujjatni topish, keyin mutaxassisga ko'rsatish kerak. Yana bir keng tarqalgan muammo mehnat daftarchasidagi yozuv bilan arxiv ma'lumotnomasi mos kelmasligi. Masalan, mehnat daftarchasida 1900 yil 10 avgustda ishga qabul qilingan deb turibdi. Arxivda esa 1900 yil sentabr ko'rsatilgan. Bu ikki sana orasidagi farq kichik ko'rinsa ham pensiya organi aniqlik kiritishni so'rashi mumkin. Agar farq bir necha kun bo'lsa, odatda katta muammo bo'lmasligi mumkin, lekin bir necha oy yoki yil bo'lsa, albatta sababini aniqlash kerak. Balki mehnat daftarchasiga kech yozilgan, balki buyruq boshqa sanada chiqqan. Balki korxona nomi almashgan. Ba'zi pensionerlar uchun eng katta syurpriz shuki, ular o'z pensiyasi avval noto'g'ri hisoblanganini bilib qolishi mumkin. Bu har doim ham kimningdir aybi degani emas. O'sha paytda hujjat yetishmagan, odam arxivga murojaat qilmagan, mehnat daftarchasi to'liq bo'lmagan, familiyada xato bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi esa hujjatlar topilsa, masalani qayta ko'tarish imkoniyati paydo bo'ladi. Lekin yana bir narsani unutmaslik kerak. Qayta hisoblashning o'z tartibi, muddati va huquqiy chegaralari bor. Har doim ham 10 yil oldingi farq to'liq qaytariladi deb o'ylash noto'g'ri. Buni aniq bilish uchun hududingizdagi pensiya organiga yozma murojaat qilish kerak. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, uyda bor hujjatlarni yig'ing. Diplom ilovasi, attestat, texnikum yoki institut guvohnomasi, o'quv daftarchasi, harbiy bilet, mehnat daftarchasi, eski ma'lumotnomalar, ishga yuborilgan yo'llanma, buyruq nusxasi, stipendiya yoki ish haqi haqidagi qog'ozlar hammasini bitta papkaga soling. Hujjat eski sarg'aygan, yirtiq bo'lsa ham tashlamang. Ba'zan eng oddiy ko'ringan qog'oz ham muhim dalil bo'lib chiqadi. Ikkinchi qadam, hujjatlardagi ism, familiya, otasining ismi va tug'ilgan sanani solishtiring. Agar diplomda bir xil, pasportda boshqa xil yozilgan bo'lsa, bu farqni qanday hujjat bilan bog'lash mumkinligini o'ylang. Ayollar uchun nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjatda harf xatosi bo'lsa, masalan Karimova o'rniga Karimova deb yozilgan bo'lsa, buni ham beparvo qoldirmang. Kichik xato ba'zan katta kechishga sabab bo'ladi. Uchinchi qadam, o'qigan joyingizning hozirgi holatini aniqlang. Institut, texnikum yoki bilim yurti hozir mavjudmi? Nomi o'zgarganmi? Boshqa tashkilotga qo'shilganmi? Tugatilganmi? Agar mavjud bo'lsa, o'sha muassasaga yozma murojaat qiling. Agar tugatilgan bo'lsa, tuman, shahar yoki viloyat arxiviga murojaat qilish kerak bo'ladi. Murojaatda o'zingizning eski familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, o'qishga kirgan yilingizni, tugatgan yilingizni, fakultet yoki bo'lim nomini imkon qadar aniq yozing. 4-qadam, pensiya organiga og'zaki emas. Yozma murojaat qiling. Og'zaki borganingizda kerak emas, foydasi yo'q, hisobga olinmaydi degan gaplarni eshitishingiz mumkin. Lekin yozma murojaatga yozma javob berilishi kerak. Siz shunday mazmunda murojaat qilishingiz mumkin. Men falon yillarda falon o'quv muassasasida tahsil olganman. Ushbu davr pensiya hisob kitobida inobatga olingan yoki olinmaganini aniqlab berishingizni, zarur bo'lsa pensiyamni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Albatta ariza bilan birga hujjat nusxalarini ilova qiling. 5-qadam, pensiya hisobingizdagi davrlarni tekshirishni so'rang. Siz faqat pensiyamni oshiring deb yozmang. To'g'ri yondashuv shunday. Avval qaysi davrlar hisobga olinganini aniqlaysiz. Masalan, 1932-1972 yillardagi o'qish davri kiritilganmi? 1972-1975 yillardagi birinchi ish joyi kiritilganmi? 1975 yillardagi ish haqi asos sifatida olinganmi? Agar kiritilmagan bo'lsa, nima sababdan? Qaysi hujjat yetishmayapti? Shunda masala aniq bo'ladi. 6-qadam. Arxivdan ish haqi haqida ma'lumotnoma olishni ham o'ylab ko'ring. Ba'zan o'qish davridan ham ko'ra ish haqi davri muhimroq bo'ladi. Masalan, pensioner 1996-1990 yillarda yaxshi maosh olgan. Lekin pensiya tayinlanganda boshqa yillar olingan bo'lishi mumkin.
Agar arxivda maosh ma'lumotlari saqlangan bo'lsa, pensiya hisobida foydaliroq davrini aniqlash imkoniyati tug'ilishi mumkin. Bu har bir holatda alohida ko'riladi. Lekin hujjatni tekshirish zarar qilmaydi. 7-qadam, barcha hujjatlarning nusxasini saqlang. Asl hujjatlarni hech qachon nazoratsiz topshirmang. Agar aslini ko'rsatish talab qilinsa, ko'rsatib nusxasini qoldiring. Ariza topshirganingizda kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Elektron murojaat qilsangiz yuborilganligi haqidagi tasdiqni saqlang. Bu keyinchalik javob kechiksa yoki masala cho'zilsa, sizning qo'lingizda dalil bo'ladi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Hech kimga pensiyangizni albatta oshirib beraman deb pul bermang. Pensiya masalasida vositachi, tanish-bilish, norasmiy to'lovlar juda xavfli. Sizga kerak bo'ladigan yo'l: rasmiy ariza, rasmiy hujjat, rasmiy javob. Agar kimdir arxivdan hujjat chiqarib beraman, pensiyani ko'tarib beraman deb katta pul so'rasa, ehtiyot bo'ling. Hujjat olishning qonuniy yo'li bor. Murojaat qilish tartibi bor. Davlat xizmatlari va arxivlar orqali aniqlash imkoniyati bor. Farzandlarga ham murojaat qilaman. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning eski hujjatlarini ko'rishga yordam bering. Ko'p keksalar ariza yozishga, internet orqali murojaat qilishga, arxiv qidirishga qiynaladi. Siz ularga yordam bersangiz, bu nafaqat moddiy jihatdan, balki ruhiy jihatdan ham katta ko'mak bo'ladi. Ba'zan ota-onamiz keragi yo'q, yurmay qo'ya qol deydi. Lekin men ekspert sifatida aytaman. Hujjatni tekshirish hech qachon zarar qilmaydi. Natija bo'lmasa ham, hech bo'lmaganda hammasi to'g'ri ekanini bilib olasiz. Yana bir amaliy tavsiya. Hujjatlarni suratga olib, elektron shaklda saqlang. Telefoningizda, kompyuterda farzandingizning elektron pochtasida nusxasi bo'lsin. Eski diplom, mehnat daftarchasi, guvohnoma yo'qolsa, tiklash ancha qiyin bo'ladi. Elektron nusxa rasmiy hujjat o'rnini har doim ham bosmaydi. Lekin qidiruvda, ariza yozishda, ma'lumotlarni solishtirishda juda yordam beradi. Demak, SSR davrida ta'lim olgan pensionerlar uchun asosiy syurpriz shuki, eski o'qish davri diplom, armahi ma'lumotnomasi va ish staji hujjatlari pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Kimdadir bu pensiyani qayta ko'rib chiqishga sabab bo'ladi. Kimdadir faqat hujjatlarni tartibga solish bilan yakunlanadi. Kimdadir esa yetishmayotgan yillar aniqlanishi mumkin. Eng muhimi taxmin bilan emas, hujjat bilan harakat qilish kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq uyda eski papkalarni oching, diplom va mehnat daftarchasini tekshiring, sanalarni solishtiring. Kerak bo'lsa, arxivga va pensiya organiga yozma murojaat qiling. Birgina to'g'ri topilgan ma'lumotnoma ba'zan yillar davomida e'tibordan chetda qolgan huquqingizni tiklashga yordam beradi. Agar siz yoki ota-onangiz SSR davrida o'qigan bo'lsangiz, izohlarda yozing, qaysi yillarda, qaysi o'quv yurtida tahsil olgansiz va pensiya hisobida bu davr tekshirilganmi? Fikringiz boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot aynan pensionerlar va ularning oilalari uchun juda kerak.